Elon Musk'ning shaxsiy aeroplani qanchalik qaltis, qanchalik xavfa, qanchalik esil. Bu G700 belgilik aeroplan bo'lib, bahası 100 milyon dollar. Qarsak bu aeroplanning sirtqi shaklimi ajoyib, hayvat, ranglarimi o'zgacha mo'rjaplig'anmiki, bir xosligi va qarmoqla xavfa sirrin fejishkalik chiqib turadigan bir aeroplan ekan. Aeroplanning umumiy gavdasining uzunligi 33 metr. İşki boşluğunun uzunluğu 28 metre. Bu aeroplanga 2 tane Rolls-Royce motor seplengen. En tez uçuş sürati 0,85 Mach. Hem de aeroplanın tezligiga mushundaq Mach'ni şirtimiz bunu kilometr her saat aylandırırsak neç yolda üzerine hesaplap yapalım. Bu aeroplanın bir qitim to'liq jaman qilib en uzun uçuş musafasi 14.000 kilometr. Yani yer şarının her qandaq joydan her qandaq joyga bara olaydi. 100 milyon dollarlık aeroplan he. Hem de bu aeroplanın içi qarsak bu aeroplan emas bir kichik yötkülüşten bir dacha hesapta. Nayet çoğun aşxana uyi, 5 tane yatak uyi, çoğun tüpteki munca vanlılık tehi, yen çoğun tüpteki tazlık uyi, oturdu isil mihmanxana. Hem de bunda isil aeroplan, mulazimet, bunda süpetten huzurlanaydıqallarmı yer şarda sanaqlıqlarla var. Şuna qoy. Bu aeroplanın yeni bir qaltısıyla aeroplanın içi emeli ekologiyalik yurtuş sistemisi asas qilgan. Yeni aeroplanın işi tuğa vaqtımızın üzde əsliyə oxşaş aeroplan gün çıxıb gündüz, gün batı düşdün keyin kecha degani normal his qila olaysız. Yeni aeroplan çıxıb ma'lum bir joyga qilib aeroplandan tushgan vaqtingizda vaqtga moslashanmaslik ma'nodagi hodisa bo'lmaydi bu aeroplanda. Endi bu aeroplanning ma urunda qarsanlimi, balki qizish, sovush, ammo qilish, u qilish bu odat iqtidor butunlay bor. Yana dunyodagi eng ilg'or silkinishdan saqlanish, ya'ni aeroplan ushqandim silkindi. Bulutu Censudagi dasib qaqmoq tushib ketdi aeroplan. Mush holatimi hech nima his qilolmaydigan, rahat. Necha soatlab ussimi, ballaringiz, bo'ylaringiz taladigan, undaq bearam bo'lgan ahvollar yo'q. Butunlay rahat holatda bordigan gap. Japi uzam o'tirib baqqanda deb ketdim men. Mana aeroplanni bo'shliqdagi 5 yataqliq bir yo'tkilishchan dajo'diyan deyishga bo'ladi ekan. Hozir davlatimizda bu shaxsiy aeroplan qiziqillik ko'tarilgan bo'lib, burunqi davlat emas, da minishinglarmi hozir shaxsiy aeroplan setib olish qiziqillik ko'tarildi. Nemishqa desanglar, buningdan burun cho'ng minishinglarning baylarning belgisi Rolls-Royce faoliyati, shunami? Lekin yaqinqi bir necha yildan buyon da Wang Honglarningmi, Douyin Kuayshu dunyosiga cho'ng Wang Honglarningmi bu Rolls-Royce faoliyatlar bo'lib ketdi. Elbette bu minishinglar bular bilan biz bir dansuda emas, bular yuqur turimiz degan keyin o'zini bu ifodalaydiganға shaxsiy aeroplanga o'tib turadi bular. Hozir degan bu Elon Musk'ning bilan bir jup aeroplandan davlatimizda ikkisi bo'lib, buning birisi Malobanda, yana birisi Janlondagoda. Mana bu hozirgi davrga o'zining boyligi, o'rnini ifodalaydigan bir xil belgi bo'lib qolibdi. Keyinchi bizning bo'lib qolar, ha? Rahmat.